Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men o'sha Rolex bo'ldi. Bugungi videoda previewdan ko'rganlaridek qanaqa qilib fotolamchirga skin qo'ysa bo'ladi degan video rolikda olyapman do'stlar. Buning uchun sizlarga birinchi o'rinda fotolamchirni o'zi kerak bo'ladi. Undan keyin o'yinga o'zi o'rnatib kirib bo'lgandan keyin personaj bo'ladi-yu, odammi, masalan, Stevemi, Alexmi bo'ladi, o'shanaqa kerak. Keyin ikkinchi o'rinda Zarchiver programmasi kerak bo'ladi. Kirasizlar. Keyin mana download degan bo'lim bor. O'shanga o'tasizlar. Keyin skinlar ustiga bosib turasizlar. Undan keyin mana qayta nomlamoq degan bo'lim bor. O'shani bosasizlar. Agar nima deydi, skinlar Steve bo'ladigan bo'lsa, o'shani ustiga bosib turib, qayta nomlamoq ustiga bosib, o'sha shu skinning nomini Steve deb qo'yasizlar. Agar birinchi kirganinglarda personajlar Steve bo'ladigan bo'lsa, shu Steve deb qo'yasizlar. Ya Alex bo'ladigan bo'lsa, Alex deb nom qo'yib olasizlar. Lekin OK deb bosasizlar, undan keyin mana ustiga bosib turganlarda nusxalar chiqadi. Agar sizlar telefonda inglizcha bo'lsa, copy bor. Agar ruscha bo'lsa, copyright bor. O'shani ustiga bosasizlar. Bitta bosasizlar. Keyin mana tepadagi mana download turibdi, yana o'shandan ichki xotira degan joy bor. O'shaga bosib Android degan nima bor, bo'lim bor, o'shani ustiga bosasizlar. Undan keyin data, nega pastga tushirganda mana net kdt fotolamchir deb bor. O'shani ustiga bosib files, undan keyin .minecraft degan bo'lim bor. O'shani ustiga bosasizlar. Undan keyin mana pastda versions bor, ya'ni versiyalar. Bosasiz ustiga, keyin mana bo'lim chiqib keladi. Qanaqa bo'lim deyishingiz mumkin. Necha versiya o'ynashlarni tanlaysizlar. Masalan, men 1.12.2 Forge o'ynayman, ustiga bosaman. Keyin mana birinchida turgan qizil rang bor, shuni ustiga bosasizlar. Keyin kirib ketadi ichiga. Keyin mana assist, undan keyin Minecraft bo'limga, undan keyin mana textures, undan keyin mana entity degan joy bor, o'shani ustiga, entity. O'shanga kirasizlar, pastga tushasiz. Mana copyrightdan chiqaradigan bor, mana pastdagi burchakda o'yin tarafda o'shani bitta bosib qo'yasizlar. Keyin bo'ldi, mana skin qo'yildi. Keyin o'sha fotolamchirga kirib, o'zingizlarda o'ynaysizlar bo'ladi. Agar o'xshamasa, video boshida aytganimdek o'yindagi personajlarga qarasizlar, Steve, Alex va agar Steve bo'ladigan bo'lsa, o'sha skinlarning nomini Steve deb qo'yasizlar, Alex bo'lsa Alex deb qo'yasizlar. Shu bilan agar shu bilan keyin o'xshasa, o'xshaydi, o'xshashi aniq. Men o'zim shunaqa o'ynayman. Keyin shu o'ynasizlar bo'ladi. Agar serverda ko'rinmayapti desanglar, bu serverda ko'rinmaydi, faqat o'zingizlar o'ynasanglar ko'rinadi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, shu videoni like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Sizlar Rolex bo'ldim. Barchaga xayr do'stlar.